Yana bitta do'kon ochmoqchiman. Yana yangi muzlatgich olmoqchiman. Qachonlardir zo'r bo'lib ketamiz. Bugundan boshlaymiz. Onlayn kreditlar 100 million so'mgacha garov va kafillarsiz 1 daqiqada. Avobank, imkoniyatlar hozir va shu yerda. Hammaga salom do'stlar. Bu videoda men kimligimni topish challenge bo'ladi va bugungi videoda bizda mehmonlar doimda yana Diyor akam, Chomo Junior, Tolkonov Mir va debut mana realda zar videomiz mana bek keladi. Olqishlar. Challenge shartlari maksimalni oddiy. Mana bizga xos boshimizga rasmni qo'yishdi va shu rasmni nimaligini biz topishimiz kerak va topa olmagan odam Oriylo oldirib yilo, yengil qoldirib yilo. Yanga xuddi. Dadasi o'ynaymiz. Zonzoziki kerak emas, bizda yosh hurmati bor. Jallagan boshlaydi. Jollaymanmi men? Odammanmi? Ha? Yo'damaguncha. O'g'il bolami? Ha? Qiyin lekin topshingiz bor. Aktyormi? Yaqin kelmayman shu yerda. Ey qizig'ichi. 1 soat kutib, bir marta chiqib ketsa. O'zbekmi? Yo'q. Yo'q. Soat. Jollaymanmi? Yo'q. Yo'q. Jolsizman, ha? Mani ishlatishadimi? Yo'q. Yo'q. Davay. Men jollaymanmi? Yo'q. İnsanmanmi? Yo'q. Yo'q. Mariga qarab turib, Yo'q. Maniki to'g'ri deyman. O'g'il bola. Aktyor. O'zbek emas. Qadar Do'stlar, Mirjalli akani mana boshlardagi bolani ko'pchilik tanigan bo'lsa kerak. Bu Один дома qahramoni Kevin. Va bu filmni juda ham ko'pchiligimiz ko'rganmiz va nostalgik kinoni juda ham ko'p. Lekin afsuski ular hozir ko'pi juda ham xira kачествоda va zo'rg'a topsa bo'ladi. Lekin men sizlarga bitta zo'r yechimini topib qo'ydim. Bu albatta ITV ilovasi. ITV ilovasini siz mana pastdagi ссылка orqali bemalol skачать qilib oling. ITV muhaysik promokodi sizlarga 50% chegirma beradi va siz quyidagilarni qo'lga kiritasiz. 190 ta telekanallar, keng tanlovdagi kontent, har qanday didga mos filmlar, seriallar va multfilmlar, 7 kunlik TV dasturlar arxivi, yuklab olish sozlamasi bilan offlayn tomosha qilish, ITV tomonidan ishlab chiqarilgan kontent, o'zbek tilidagi professional dublyaj va AI subtitrlar. Shuning uchun do'stlar, mana shuncha sizlarga bonuslari bor. Bundan tashqari mana yaqinda Geji bilan Pimlentda jangi bo'lib o'tadi. Uni ham ko'rsanglar bo'ladi va mana o'sha hamma La Liga, APL boshlanyapti. Bu futbollarni ham mazza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, ITV ilovasini skачать qilinglar va mazza qilib tomosha qilinglar. Let's give it. Yosh kattami? Yo'q. Ha, Hozirmi? Ha. Yo'q, bo'ldi, to'xtanglar. Ma'lumot beryapsizlar. Yosh katta. Yosh katta. Dekabr emasmi? Yo'q. Ishlatib bo'ladigan buyurmanmi? Fizika bilan toptirib qo'yaman-da. Tualetda ishlatilganmi? Yo'q. Yo'q. Oshxona. Bitta savol berasiz, yo'q. Bu tualetdan keyin apkasi. Men живойman. Da. Odamman. Da. Ha, deb menga qarayapsiz. Yo'q. Yo'q. Aktyorga yaqin. Bo'ldi uka. Bo'ldi. Besh olib qo'ydi. Chiqqanda 5 olib qo'ydi. Otini bilmayman-da, to'g'ri. Ma'lum. Yo'q. Ha, yeydigan narsamanmi? 20 yoshdan past insonni ishlatganmi? Ha. Yo'q, voy. Qanaqasi yo'q? Yo'q, ha? Yo'q. Yo'q. Sog'li yaxshimi? Tepatik, ismini bilmayman do'stlar. Men ham bilmayman buni. Kim tushgan? Asad ismini top shu odamni. U odam bilan. Kerak pokmi? Yo'q. Az bitti chiqaman kino. Ani oshxonada ishlatsa bo'ladimi? Yo'q. Yana bitta ayting. Yo'q. Men blogerman. Yo'q. Yo'q. Men deb o'ylaysizmi degani? Men qanaqadir predmetman. Buyumda. Buyumman. Da. Xo'stavakishni sotilamanmi? Sotiladi deng. Sotiladi. Ha. Remote ishlatiladimi? Yo'q. 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 Endi 20 yoshdan past biz. Qizlar ishlatadimi yo'q? Ha. Rostdan.
ishlatsa. Oshxonada ishlatadimi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Kinoni bitta chiqardimi? Yo, siz kino aka, kino mayli, siz aktyor topishingiz kerak. Shayton, kinoni ish topib qoldik. Birinchi kino topib qoldik uka. Ano, такой. Marvel'ni anaqasimi? Yo'q, aka. Yeydigan narsalarmi? Yo'q. Mani ishlatishmasa, men o'zim ishlatam kerak, скорее всего. Bloger bo'lmasam, aktyor bo'lmasam, sportsmenmanmi? Ha, Futbolistmanmi? ha. Professional futbolistmanmi? Ana xayr bo'lsin, deb aytib qolsin. Bilib olaydi. Premier Ligada o'ynayman. Abduqodir Husanov. Yo! Uka! O'tiraveradi shu joyda. Mani ayol ishlatadimi? Ayol ishlatmaydi. Ishlatmaydi lekin. Ishlatmaydi. 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 Yo'q dedi. Yo'q. 20 yoshdan past bo'lsan. Past qanaqa ishlatsa? Jonsiz bo'lmasa, inson bo'lmasa. Endi ishi bor deying kelingiz. Shuncha gapirding, ishi bor deying. Majburmanmi deyman. O'ylayapman men. Do'stlar, hozirda mana challenge'imizni ozgina o'zgartirish kiritdik. Mana hozir juda ham ko'p shomoylar ortdi. Shuning uchun mana vaqt qo'shamiz. Mana shu vaqt kelguncha et qo'shishimiz kerak. Bu vaqt juda uzoq ketganga o'xshaydi. Mana maktabda ishlatadimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Nah, oldimku. Qiziq, men o'zingizlar bilib yuzaldiga qiziq. Aktyor otini. Bular kino tushadi. Men kino ko'rmayman. Yo'q. Rosat turdi, hali gapirganim, savol berganim. Gollivud. Gollivud bu. Da. Da, aka, yetib She. Kadimi? Yo'q. Men faqat uyda ishlatilarmi yoki ko'chadami? Siz qanaqa yo'q deysiz? Uydami, faqat ko'chadami? Uni aytolmaysiz. Bittasini aytishingiz kerak. Bittasi so'rashingiz kerak. Men uyda ishlatilaman. Faqat. Yo'q. Hop. Men o'sha yetib keldim, topib qo'ydim. Ayting. Premier Ligada o'ynasa, top komandada o'ynaydi. Yo'q. Da. Top Maqsud. Voy, da. Top. Top komandada o'ynasa, u komanda top 6 ga kiradi. Hozirgi payt. Da. Da, kirdi-yu. Aston Villada o'ynaydim. Yo'q. Kechib qo'ysan kan. Topdim endi aka. Ketayotgan Ayolni ishlatmaydi. Erkaklar demak ishlatadi. Yo'q. Men o'zbeklar ishlatadimi yo'qmi? Da. Qishloqda ishlatadimi yoki shahardan? Ya, jetmaymiz. Qishloqda ishlatadimi yo'qmi? Da. Asosan qishloqdami? Masalan, shahar desangiz hamda. Yo'q qorish. Bu zamonaviy narsami? Ha. Har bitta zamonda Yo'q, chunki zamonaviy emas-ku, uka. Zamon emas bu. qaysi zamon so'rayapsiz? Shu zamon. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q bo'ldi shu men. Yo'q. Tosh o'ynasimi? Ha. Men o'sha o'ylab. Kallaga yo'q qizi bo'lyapti-da. Kalanmasdilaringni. Pushti panterada o'ynamaganmi? Yo'q. Bedu. Qo'ramasdi. Pushti pantera bor. Yo'q, qora Yo'q, o'ynamadim. O'ynaganmi yo'qmi? Yo'q aka, yo'q. Men bilmayman-da, rosti. So'raganda, aytisham bir chiqmay ketdingizlar. Jonim, anu. Ana Diyor akam Hamburger deydi, ko'ryapsan shu kino? Ukami, Diyor akam hozir pishqi pantera qilib qo'yapmiz. Unda kameraga qarang. Odamlar har doim ishlatadigan zarur narsani. Ha. Odamlar har doim meni kiyib yuradi. Yo'q, vallahi. Ketdi. Diyor aka. Aslida yo'q, o'ynamasan. Zarur narsaman dedik. Bunga faqat komandada qoldi. Top oldida aytaman, o'sha to'p. Men Unitedda o'ynayman. Da. Bo'ldi, men o'z United fanatiman. Shuning uchun hozir men Bruno Fernandeshman. Yo'q, 5 olib qo'ying rostdan. Hayvon ishlatadimi men? Yo'q.
Odamlar bu yoq. Odamlar degan haqida gapirmadi. Erkaklar ayollar. Ha. Va ikkita polga ham to'g'ri kelaman shu. Kelasan. Ket. Yo'q, kelyapti. Men chaqaloq ishlatadimi yo'qmi? Ya. Mashina suvga tordingiz-ku. Men olmam. Bitti kino o'ynab chiqsam dedim hozir. Legendarni kilda o'ynaganmi? Endi legendarmi? Legenda. Taksi emasmi? Yo'q. Yo'q. Taksi bilan. Bitta sanab. Qancha o'tirardi hozir? Hani internet bilan ishlatsa bo'ladi. Yo'q. Bu o'yinchi hozir o'ynaydimi? Ha. Osnovada o'ynaydimi? Endi O'zim bilmadik. Ko'ringiz bizda. Komandani men ko'rmayman, o'ynayotdimi bilmayman. biz hozir normal futbol ko'ramiz. Jahon chempionatida o'ynadimi? Yo'q. Yo'q. 20 yoshdan baland insonni men ishlatadim. Yo'q. Demak, yoshlarni ishlatadim. Men bir marta ishlatilamanmi? Doimiy. Yo'q. Bir martalik emasman, to'g'rimi? Yo'q. Tak. Men keldik. Aytdim, topdim, aytdim. Sajimdi. Oladi. Kabo. O'shalar. Menga ham o'shalar. Zarur narsa zamonimi? Yo'q. Hozir ham chiqyaptim kinoga. Hozir ham kinoga ham chiqyaptim. Ha. Unisini bilmayman. Yo'q, qancha chiqadi? Unisi xotnim. Sog'lik yaxshimikin? Sog'mi? Gerard Depardieu. Yo'q, emas. Balki o'sha bo'lsa-chi? Yo'q, emas. Hani odamni ko'rganda yaxshi xayolga boradi. Yo'q. Ne yomon xayolga borasiz. Men bilan nimadir yursa bo'ladi. Yursa bo'ladi. Ko'rsa emas. Kirsa olmam. Olmosni ham topmabsanlar. Do'stlar, challenge'imizni bek tark etdilar va bicho bitdilar. Kirsa Yo'q, finalga yetdim bor. Yaxshi, yaxshi. tushib ketyapti. Kiriyapti, u kirsa. Lekin men mana bitta fakt aytay. Hammanicha rasmi mamnaq formatda. Meniki negadir kichkina format. Meniki negadir kichkina format. Sen jim o'tir bo'ldi. Qanaqa o'tamiz? Mening ismim Sen savol berma boshqa bu. Mening ismim Harry Maguire. Meni ham topib qo'ydi. Tanishgandan xursandman. Shu joygacha hat-trick kutyapsizlarmi? Ana men ochursam bo'ladi. Hozir to'xtab turing, birga ochamiz. Hat-trickmish, qarang. 20 yoshdan baland saviya deb qanday kuldinglar. Men garshokman. Men hozir garshokman. Tushuntirib bering. Aytdim, negadir men hammada bir xil razmer, men endi kichkinaman dedim. Ana bu yechura aytdim birga dedim. Va aprislar, voy Qarang, ko'rinmaydi. Честно, hech qanday ko'ra. Просто meni format rasm boshqacha. Miyam sraz indim, kichkina nimadir dumalon narsa keldi. Nimaga qo'yib qo'ymadinglar uni? Do'stlar, bizda final. Finalda Shoma Jara, To'lqunov Mir. Ko'ramiz hozir kim bizani bu challenge-da kallaga yutqizib aka kelsa so'radi yo'q. Jallikka boshlang yana. Bitta fishka berib qo'ysam bo'lmaydi. Yo'q, tихо, всё. Jakuymi? Yo'q. Ana qismim yog'ochmi, yo'qmi? Xo'p, hozir mana sizlarga rishash raundlardan biri, chunki agar hozir ham topolmasangiz, ikkalovingizga bitta podskaska beriladi. Va o'shanda ikkalovinglar ham topib qo'yishingiz mumkin bitta. O'shaning uchun bu raundni kim ikkalovinglardan bitta yutib ketinglar. Mana bunaqa bo'ldi. Mani galim emas, o'zimizning galim podkaska berish topib qo'ydilar. Bo'ldi, yutqizdingiz. Podkaska yo'qmi? Yo'q. Haqqoniy yo'q. Beramiz. Yutqizasiz, bo'ldi. Farsajli o'ynaganmi? Yo'q. Men jins tanlamaymanmi ishlatilishda? Yo'q. Ha? Boya bergan savolingiz-ku. Yo'q. Maslahatlashib ber, shunday. Ketdim, men bitta maslahatlashaman bu o'yinda. Haqqoniy, keling. A few moments later. Hop, Mirjalli aka. Bu kino har yili ko'rsatiladi.
Voy, bo'ldi, tomizlar. Topdilar. Hadi tamam. Pravo davom ettiring. Bo'ldi. Bo'ldi, tixo. Pravo davom ettiring. Nima aytmadi-ku? Shuni aytdingiz-ku. To'dan payt ishlatilgan. Ha, bo'ldi, baribir. Ikkita savol bo'ldi sizda. Ikkitalab bo'ldi. Bo'ldi, topdim. Yeting. Bo'lganmi? Yo'q. Zambaron. Do'stlar, shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Обязательно like bilan подписка esidan chiqmasin. Bugungi videomiz mehmonlari To'lgunov Perparjalla aka. От души. Everybody, Jigar o'tkazib qo'ydilar. Albatta, Diyor akam. Ana Diyor aka bugun bittada ana hat-trick qildi va do'stlar, Shahrizod Loh. No, chestni aytayman, kommentar belgilab keltirdik. Kimniki bilan qiyin edi bu. Keyingi videoda qaysi blogerligingizni qanaqa video olaylik o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan muhassib. Hammaga rahmat!